Mana bu ko'rib turgan joyimiz Zamzam zavodi deyiladi. Mana shu Zamzam zavodi. Dunyoda o'sha 5 litrli zamzamlarning haqiqiysi mana shu joydan chiqadi mana. Makka shahri Ka'badan uncha uzoq bo'lmagan joyda, Ka'badan taxminan bir 4,5 kilometr Kuday tarafda, mana bu Kuday stansiyasi tomonda shu ro'parasida mana shu Zamzam zavodi bo'ladi. Sizga mana hojilar, umrachilar borishganida 5 litr zamzam olib ketishadi. Ana o'sha zamzamlar hammasi mana shu joydan chiqadi mana. Oldin bu joy o'zi tog' bo'lgan, tog'ni mana kesib tashlab atroflarini shunaqa tekislab, qarang mana kesilganligi bilinib turibdi tog'da. Shunaqa kesib, chiroyli qilib mana bu masjidni oti Zamzam masjidi deyiladi mana shu. Shu Zamzam zavodining nomiga qilib qo'yilgan mana shu. Tomon Makkaning shu ko'chalardan biri to'xtamagan holatda harakat bo'ladi doim. Bu yer endi Makka shahrini Batha Quraysh degan taraflarini bo'ladi. Tog'larning ustilarigacha yashashadi. Shu tog'da o'zida qarang, ikkita masjid bor mana. Tepasida ham masjid bor qarang. Kichkinagina shu mahallada ikkita masjid bor ekan. Uchta ekan mana, men ham masjid ekan. 1, 2, tepada bitta 3. Tepasida ham bor ekan 4. Mana 5, rosa ko'p ekan. Maşallah.